14 soteli uyimiz, ikki tarafdan yo'li bor. Narigi tarafda yo'llarini ham ko'rdik va bu tarafdan ham yo'llari bor akalar. Ham 1 2 3 4 4,5 metr eni, uzuni gideta 7 metrlik xonamiz. Mol qo'y baqa mazza qilib mana shunaqa panorama joyda yashayman degan akalarimizga orqa tarafdan uyimizga kiradigan koridor bo'lib qolyapti. Mana bu voy mashalloh akalar, bugun sizlarning xizmatingizga 14 sotilik uyimiz sotuvga chiqyapti. Akalar, bu uyimizni qaranglarda, yonida maktab va bog'cha joylashgan. Uni suvni bochkasini ko'rsatib qo'yginda. Suv, svet, Wi-Fi liniya, qo'ni qo'shni hech qanaqa muammo yo'q. Mana bu joyda mahallani o'rtasidan chiqaryapman. Maktab. Sizning uyingizdan maktab ham ko'rinib turadi. Bemalol o'g'lingiz nima qilib yuribdi? Abdulloh, maqaka deb turib, o'g'lingizni bemalol chaqirib oladigan holatda mol qo'y baqa mazza qilib mana shunaqa panorama joyda yashayman degan akalarimizga mana shu chiroyli uyimizni sotuvga chiqaryapmiz akalar. Mana bu joyda 6 xonalik uy bor, 6 xonali uy bor. Bu uyni bitta remont qiladigan holatda, sababi sinos bo'ladigan uy emas, sababi pishig'ishda solingan uy. Pishig'ishda solingan, xonalari ham katta solinibdi. Mana bunaqasiga 16 metr, mana bunaqasiga 14,5 metrli uyimiz sotuvga chiqyapti akalar. Xo'p, chegaralarni ko'rsatdim. Bu yog'i shu o'novi toshkichi bo'lib qolyapti. Kolodeslar ko'rinib turibdi. Ana shu joygacha. Mana bu yog'i qo'shnimizni duvori ko'rinib turibdi. Oxiri o'novi naves oxirigacha. Bu yerda naves, bu yoqda bitta haligi kladovkasi ham bor ekan akalar. Endi xonalarimizni ko'rsatamiz. Xonalarimizni. Mana bu xonalarda ham men kirib ko'rdim. Ikki tarafdan bu uyimizga kiradigan xotlari bor. Ikki tarafdan. Bu yoqqa koridorga kiramiz. Koridori ham kichkina solinmagan, katta koridor. Farzandlaringiz bemalol katta gilamni solib qo'ysangiz, velosipedlarida o'ynaydigan holatda ekan. O'ng qo'l tarafga kirganimizda tapchani qilib qo'yibdi. Tapchanida o'zingiz choylarni ichib, derazadan sadiklarni tomosha qilib o'tiradigan holatda ekan. Gideta 4 ga 4,5 uyimiz bor ekan. Mana bu joyda esa yana bitta katta xonamiz turibdi. Bu yerda kirib, televizorlaringizni ko'rib, namozlarni o'qib o'tiradigan xonamiz ekan. Ketdik, endi nari xonaga chiqamiz. Koridordan chap qo'l tarafga kirganimizda mehmonxona bo'lib qolyapti. Mehmonxonamizning kattaligi ham 1 2 3 4 4,5 metr eni, uzuni gideta 7 metrlik xonamiz kutib olyapti akalar. Pol patologlari yaxshi holatda, polni ham bitta kiratsiya qilasiz bo'ldi. Patologni xolasangiz buzib boshqa qilib yuboring, xolasangiz mash turishda kiratsiya qilib qo'ysangiz ham bo'laveradigan fanerkadan bo'lgan pollar, patologlar ekan akalar. Xo'p, narigi tarafiga o'tamiz, narigi tarafiga. Ikkala tarafdan kirganimizda ham mana bu joyda o'rtada yana bitta katta xonamiz kutib olyapti. Bu yerda xolasangiz общий xona qilib oling, xolasangiz buni yerda ham buzib turib общий katta koridor qilib olsangiz ham bo'ladigan holatda ekan akalar. Bu tarafdan kelganimizda orqa tarafdan uyimizga kiradigan koridor bo'lib qolyapti. Mana bu joyda kirganimizda chap qo'l tarafimizda bitta o'lchavari 1 2 3 3,5 metrga 4 metrlik xonamiz. Balandliklari ham haligi pastdek solinmagan, normalniy katta xonalar ekan akalar. Narigi tarafiga kiramiz. 6-xonamizga keladigan bo'lsak, 6-xonamiz ham gideta bu yog'i 4,5 metr, bu yog'i 6 metrlik bo'ylari baland bo'lgan uyimiz ko'rinishi mana shu holatda. Endi tashqari tarafga chiqadigan bo'lsak akalar, tashqari tarafidan polni mahalla-ko'y hammani ko'rib mazza qilib toza havoda o'tiradigan holatda turibdi. Akalar, bu uyimizni imoratimizni har tarafidan joy tashalgan. Bemalol remont qilsangiz, boshqa qilsangiz, atrofida aylanib yurib, lesalarni terib, remont qilsangiz bo'lgani joy tashalgan. Akalar, o'rtaga solingan demoqchiman endi. 14 soteli uyimiz, ikki tarafdan yo'li bor. Narigi tarafda yo'llarini ham ko'rdik va bu tarafdan ham yo'llari bor akalar. Bemalol o'zi hozir uylar bo'linib, to'g'ri gap, shahar bo'lib kichrayib ketdi-yu. Bitta, ikkita, uchta, bu yog'ida ikkita, uchta qilib, xullas 5 ta, 6 ta darvoza qilib yuborsangiz bo'ladigan holatda akalar. Bu uyimizni adresini aytib o'taman. Pulini aytishdan oldin adresini aytib o'taman. Adresimiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida. Aravon rayonining Chekavod aylokimatiga tushamizda, haligi Chekovodni sentriga yetmasdan chap qo'lga kirgan mahallamiz bor. Bilasizlar, To'lqin mahalla. Ana shu To'lqin mahallaga jinga kiramiz. Hech qancha kirmaysiz. Bir 300-400 metr yurganimizda chap qo'lda masjidimiz bor. Bilasizlar, ana shu masjid yonidan kirganimizda boya ko'rsatib o'tgan bog'chamiz bor. Ana shu bog'chani yonida joylashgan akalar. Bu yerda haligi yo'llari ham zo'r joy. Aspallar bor, loy kechib yurmaydi. Farzandlaringiz ayniqsa haligi mol qo'y, arashan qo'ylarni baqib yuraman degan akalarimizga yaxshi variant chiqib qolyapti. Bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxini yaxshi eshitib turamiz.
9 million so'mga chiqyapti. 9 million so'm kami bor. Va egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Bu uyimizni bo'lib sotish yo'llari ham bor. Xohlasangiz mana bu imorat ko'rinib turibdi. Ana shu imoratdan bu yog'ini sotib oling. Xohlasangiz mana shu imoratga qo'shib narigi огородini sotib oling. Xohlaganlar bu tarafidan bir 4 sotik qilib sotib olinglar. Xullas, egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga telefon qilib, kam ko'zlarini gaplashib olamiz. Xo'p, akalar, obzorimiz sizlarga ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, podpiska tugmasini bosib ketamiz, akalar. Yaxshi odamlarga nasib qilsin deb qolamiz, akalar. Rahmat.